Alloh taolo ato qilishlik uchun avval olib qo'yadi. Aziz qilish uchun avval xor qilib qo'yadi. Xorlikni beradi, sabr qilib shukr keltirib rozi bo'lsa, Alloh taolo azizlikka ham olib chiqadi. O'sha ishlar yurishmasdan muhtojlik, faqirlikda kun kechirgan akalar bor. 5 yil, 10 yil sabr qildi, keyin ishlar yaxshi bo'lib ketdi. Ato qildimi? Ato qildi. Nimaga olib qo'ydi ekan? Nimaga bermay qo'ydi ekan? Sinash uchun. Keyin berdim. Shuning uchun kim hozir minusda bo'lsa, sabr qilib turinglar. Minus tugasa nima keladi? Donaja cho'zilib ketdi-da minuschi. Cho'zilib ketdi. U seni nazaringda cho'zilib ketdi. Alloh uchun hech narsa emas bu vaqt. Seni ishing shukr keltirish, rozi bo'lish, duo qilish. Meni qizim bor-ku, meni qizim. Dunyoning eng go'zal qizi. Bir boqishiga umringni berasan. Bir ovozini eshitsang, oyoqlari tagiga dunyolarni to'shaysan. Agarda u bir jilmaysa, qishlar yozga aylanadi. Yaxshiyam borsan, gul qizim o'zimni.